Ukalar. Avrotini qaraydi. Hyundai Santa Fe eng full pozitsiyasi 2021-yil ishlab chiqarilgan. Yurgan masofasi 72587 kilometr masofani bosib o'tgan. Mashina ideal holatda, kraskasi top-toza. Bitta ustini obzorini qilamiz. Holati ideal. O'rtasida Ronin plyonka topilgan. Tonirovkalar bilan jihozlangan. Portda yaxshi balonlar bilan ustiga qo'yilgan. Ukalar. 7 ta o'rinli. Nima deyapti? Bosib oladigan joyi kelmadim. Hop, narxiga keladigan bo'lsa, $29500 yana kelishtirib beradigan joyi bor. Ayda keladigan bo'lsa, mashina ozgina nomiga lyo'q yana qo'rilgan. Ko'rib turibsizlar. Aylovga ketadigan joyi. Bosib olinglar.